Yana yurtimiz hayotiga oid xabarlarga qaytamiz. Bugungi kunda Biznesni rivojlantirish banki tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlab, yangi ish o'rinlari va aholi uchun qo'shimcha daromad manbalarini yaratishga hissa qo'shib kelmoqda. Bank kambag'allikni qisqartirish va aholini tadbirkorlikka jalb etish maqsadida kichik biznes loyihalari uchun sarmoya ajratishda davom etadi. Matbuot anjumanida aytilishicha, bugun hamyurtlarimiz biznesni rivojlantirish banklariga tashrif buyurib, universal aylanmaga kredit, aylanma kapital, sarmoya kabi umumiy 17 ta bank mahsulotlaridan foydalanish imkoniyatiga ega. Shuningdek, biznesni rivojlantirish banki tomonidan respublikamizning barcha hududlarida 229 ta mahalla bankiri faoliyati yo'lga qo'yilgan. Mahallada biznes va mahalla bankiri faoliyati yo'lga qo'yilishi natijasida aholini tadbirkorlikka jalb qilish va kichik biznesni rivojlantirishga katta hissa qo'shib kelmoqda. 2024-yilda jami 1 trillion 500 milliard so'm kredit ajratilgan. Natijada 473 ming nafar aholi bandligi ta'minlandi. Shundan 70 ming nafari doimiy ishga joylashtirildi va 403 ming nafari tadbirkorlikka jalb qilindi. Bundan tashqari Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida qishloq tadbirkorligini rivojlantirish uchun ham alohida bank mahsulotlari ishlab chiqilgan. Joriy yilda Biznesni rivojlantirish banki investitsiya loyihalarini moliyalashtirish, aylanma mablag'larni to'ldirish, shuningdek kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash maqsadida barcha manbalar hisobidan 10 trillion 400 milliard so'mlik kredit mablag'larini ajratishni rejalashtirgan.